Protez-ku. Ikkala oyog'i protez. Sezmaydi-yu protez. Buni sezdirish kerak. Hayit munosabati bilan obunachilarimizga nima qilib beraylik deganimizda bitta akani topib, polniy mashinasini 0 dan 100 gacha qilib bering deyishganida, biz aynan o'sha akani topdik. Assalomu alaykum aka. Charchamasdan. Akamizni xullas mashinalari bor ekan, Spark mashinalari. Akamiz tirikchilikda shu mashinada qilar ekanlar. Aka rulda qanaqa qiynalmaysizmi? Qanaqa holatda minasiz? Yo'q, o'rganib ketganman. Bu tug'mada, yoshlikdan shunaqa ishlar qilib yurib, mashinani-ku endi 2 yil bo'lyapti endi bu mashinani minganimga. Lekin harakat qilib 2 yildan beri shu mashinani haydaysiz. Ha, bu mashina o'zingizniki? Ha, kreditga olganman. Ha, krediti bor mashinani. Krediti bor. Xudo xolasa aka bizga mashinangizni topshirsangiz-da, polniy salonini rangini o'zgartiramiz, kuzovini rangini o'zgartirmoqchi edi. Endi aytishingiz bo'yicha radnoy ekan, kraskasi ko'p joyi. Shuni hisobiga polirovkalarni qilamiz, bamper, xullas mashinangizni 0 dan 100 gacha xudo xolasa qilib beramiz. Korobkalarda ishi bor deyapsiz. Inshaalloh biz obunachilarimiz shu narsani xohlashganida Alloh yetkazdi bizni sizga. Aka noto'g'ri tushunmasangiz, shu mashinada kuniga necha pul topsangiz, bizda necha kun qolishi, misol 15 kunda qilamizmi, 20 kunda qilamizmi, o'sha kunlik pulingizni biz bersak. O'zi mashinani o'rnab ham pul. Yo'q, unaqa qilmasak bo'lmaydi. Kunga necha pul kuniga topsangiz, o'sha pulni ham xudo xolasa sizga beramiz aka. Hozir. Xudo xolasa yana obunachilarimiz qo'llab-quvvatlab tursalaring, inshaalloh bu mashinani ham egalariga inshaalloh akamga zo'r qilib topshiramiz. Like bosib, yaqinlariga ham jo'natib, bizni poddeşka qilib turasizlar akalar.